Zima moğanı ma'qul usulda qilib yarmasa meni izlab bo'ldi tuqqanlar. Hozirgacha qancha qatimlar qildim men ma'nodek eg'izimga tetig'ini yo'qchim Ravrus o'xshaydi. Bugun jandolay ma'qilay deb do'konga kirsam qop-qora shundoq chiroyli mo'ga o'tirdi bolarim ko'rus yabag'aychi deb qilishim mundaq o'xshay ketadigan kim biladi deylar. Mo'gani biraqur yuvib aka titilab yana tutsab 3 qatim yuyaveramiz. Juma andi chin siqib avab qozonga jiqaraq may qo'yamiz. Qizg'ashtirdi. Angacha chilan men tayyor qilamiz. Buningga bir qo'shiq to'st, bir qo'shiq shikar solamiz. Buri bir qatim shikar sapoqqanim yo'qganda o'zilamsin apaqslajim. Aka 2 qo'shiq qo'noq kiraqmali bilan 2-3 qo'shiq atrofida unsab, odatda bir ta tuxum chaqilga bu 2ni chaqdim jumum. So'g'a pishmaydi-ma 2 qo'shiq qet qo'ymiz tuqqanlar. Aka hajo samaydiga bugun hardan bag'niki hajosidek kichik yarim qo'shiq sap aka elashtirdim. Sal qo'yib ketgidek bo'lsa tuqqanlar jiqamiz 2 qo'shiq suv qo'yib elashtirib versakli bo'ldi jumum. Oxirda 5-6 qo'shiq zimasab aralashtirib olgandiki aka mo'golarimiz sap amda elashtirib olamiz. Aka ustiga shashadiga dorisim tayyor qilib olayni tuqqanlar ko'rib turganlarga kichik tan jijang bilan vejing andi kichik qo'shiqni 3 qo'shiq ziri saldım juma ish qilib men hardan bag'niki tetit qilib va shay kuchlik tuqqanlar eg'izni ochmoq bilan güp puraydi ha. Laz undima o'zlarniki avval qarab saslar bo'ldi. Aka night oz miqdorda tuzda chechib deb elashtiravasakli tayyor bo'ldi meni tuqqanlar. Angacha mayimizmi qiziq qoldi. Mana mayni chara qizib kuchlik o'tiz alaymiz juma tuqqanlar. Aka yurak bermaganlar cho'qim yurak birimiz. Doyindagi aqamni qisaytqinda sizlarmi ayak etmangizlar juma yuraklaringizdan tuqqanlar jiq biringizlar. Taxminan 3 minut atrofida zalib olgandiki aka suzib avab yog'ni yana bir qizitimiz rasmiy qizig'anda yana bir zalib bu da 10 sekundlik zalsaq mashlab qizirib suy qachib tayyor bo'ldi suzib avolimiz. Endi quruq qozonga zalivaga mog'oni tayyorlavaga matet qudurimizni chechibla eng suz o'tda aralashtiramiz juma tuqqanlar. O'tini faqat 5 sekund ochimiz ya ochmasaqmi bo'ldi. Ish qilib shunchalik o'xshab to'kin tuqqanlar buni o'xshatqani zimami ya hardan bag'niki puraqliq hisob tetit qo'lirmi ya Nurimagilniki yana retseptimi bilamayli qoldim va shay o'xshabdi. Bolalarimiz do'konda ushshaq yemakni to'li yemizsin deydigan tuqqanlarimiz ma'qul mog'oni haftada bir qitasa bolalarniki ochiq xumarim besildi qilish usulimi oddiy. Qanaqa o'g'lim? Rasmi pazim.